Assalomu alaykum hanımlar. Bugün biz qonaquni kesim perenlik pişirishni o'rganamiz. Bunun kitilan materiallar undan 100 gram ak un, 100 gram bormi qonaquni, tuxum, birdan tuxum, sumay, 50 gram sumay, 50 gram şeker, güncütün çoğun qo'shiqda bir qo'shiq güncüt, şeker qo'shiqda bir qo'shiq, köpürgüç, azırak yerim qo'shiq, soda, karbonat. Muş materyallar ketidi hanımlar. Endi biz hammasini bir qacha qo'yib, xamir yo'g'irib olamiz. Mana quruq bo'lgan qachimizga unimizni to'kdik. Bormi qonaq unini to'kdik. Mana şekerimizni to'kdik. Güncüt, köpürgüç, karbonat. Bularni bir aralashtirib o'tamiz. Endi mana suyog'imizni to'kamiz. Mana tuxumni to'kdik. Bir tal tuxumdan keyin eqi bilan serig'ini ayirib o'tdik. Mana serig'ini perandikning yuziga surib zinatlash uchun ishlatamiz. Mana eqini yana xamirimiz qo'yib yo'g'irib o'tamiz. Mana eqini qo'yib o'tdik buningga. Bularni hammasini aralashtirib xamir yo'g'iramiz. Mana hanımlar xamirimiz yo'g'irib tayyor qilib oldik. Buni endi shakl ko'ygizamiz. Mana qizlar biz bu xamirni mayla qog'ozning ustiga qo'ydik. Qo'yib olgandan keyin hamning uning ustiga mana qoshiqni yepib qo'yamiz. Undan keyin buning ustidan seklaklarimizning yordamida cho'ntalamiz. Mana buni yeb tayyor qildik. Endi buning ustiga tuxumning serig'ini surkab, gunji sepib bezaymiz. Tuxumning serig'ini surkaymiz. Sakshi ham yeriga. Mana tuxumning serig'ini surkib oldik. Endi ustiga gunji sepamiz. Endi biz buni xohlagan shaklda kesib, shakl chiqaramiz. Mana kesib oldik. Mana kesib oldik. Mana kesib olgan prandiklarimizni duxovkaga sig'mayga silib tizib oldik. Buni 180 gradusda 15 minut 20 minut atrofida pishirib olamiz qizlar. Duxovkaga soldik.